Yiliq setilish o't bulab ketgan bir tilni 25 qo'ydan apaydigan tavkopi naq mushu. Uyingizdan qilishni o'rganib oling. Itli sulumin tayin addi. Ajoyib o'xshab ketibdiki, ta'mi tilingizda qoldi. Avval qo'y go'shtining qarroq yerdan tayyorlab, videoda ko'rsatgan cho'nliqni parchalab olamiz. Uningdan keyin sinjang, samsaq, so'mpiyaz, tandirlarni videoda ko'rsatgan cho'nliqni to'g'rab olamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'rgatyapman. Izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayni g'aqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Endi bularni cho'ngroq bir qachchiq silib, ikki qo'shiq tuz silib, qo'limizdan alqini bilan ching mijib ta'min chiqarib olamiz. Endi buning go'shtini silib 20 minut tamlantirib olamiz. Endi buning qiyamini tayyorlab olaylik. Bir qo'shiq adatlik un, bir qo'shiq qunaq uni. Undan keyin go'shtni sag'atib chiqardigan mayxondan bir qo'shiq silib etamiz. Undan keyin achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar lazondimi 2 qo'shiq silib olsanglar bo'ldi. Undan keyin bir qo'shiq ezilgan zira, ezilmagan zira 2 tal tuxumni chiqib, ahmish qarmishdimi azroq silib etamiz. Endi buningga yarim cho'mich atrofida suv quyib tekshirlashtirib qiyam qilib olamiz. Endi qozonga azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim Atibulaq zig'ir zaranız mötedilmeyi, ismidillam çıkıp durdu mötediler. Polo etken vaqtinglarda ishiltadigan bo'lsanglar ajoyib o'xshaydi. Atibulaq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqliqimiz saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mi shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglarda go'shtni qiyamga milib olgandan keyin unga milaymiz. Undan keyin 80% qizgan mayga silib 10 minut dumlaymiz. Undan keyin astin ustiga o'rib yana 10 minut dumlaymiz. Undan keyin qaynayotgan suvdan bir chin qo'yib, taxminan 20 minut atrofida dumlab olamiz. Diqqat qildiganlar qaynoq suv qo'yamiz. Bu jarayonda suv tugab kelsa, tovoqni echib, az-azdan suv jalab qo'ysaqli bo'ldi. Pishgandan keyin ustiga nondan ishkini yepib, non yumshagandan keyin taqsiga ilib iste'mol qilsaqli bo'ldi. Bu jarayonda azroq liansay tayyorlab olamiz. Uydagilar jam bo'lgan nimitama deb ham qilmay, mana shunday qozon ko'p etib yeb yiqinglar. Ta'm tilinglarda qag'dak ajoyib o'xshaydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz mitib sinab yiqing.